aytadi, arvoh kapalak degan narsa o'zbek xalq ertak kitoblarida ham yo'q narsa bu. Qur'on hadisni qo'ying, u yo'q narsa bu. Uni ko'rib Qur'on o'qishlik bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas bu. Hech qachon arvoh kapalak bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Arvoh degan ruh degan. Ruh jism bo'lib, tirik jonzot bo'lib bizga ko'rinmaydi. Xo'p, bu bid'at. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishlik ahmoqlik, bu bid'at. Shipirgini tika qilib bo'lmaydi deyishlik bu ahmoqlik, bu bid'at. Shipirga tegib ketsa falokat bo'ladi, bir joyini chichi cho'pini sindirib olib tashlashlik bu ahmoqlik, bu bid'at. Kech payt shipirib bo'lmaydi deyishlik bu bid'at. Shipirsa bo'laveradi. Tahajjudda ham shipirsa bo'laveradi. Shanba kuni pul berib bo'lmaydi deyishlik bu bid'at, bu ahmoqlik bu. Oldidan mish o'tib ketsa orqaga qaytib mish yurib yuborish kerak. Bu o'sha mishiq miya odamlar shunaqa qiladi. Unaqa qilib bo'lmaydi. Bu ham bid'at. Keyin yo'lga chiqqan odam uyda narsasi esdan chiqib bo'lsa, qaytib uyga qaytib bo'lmasmish. Nimaga desa bo'ldi, ishi yurmas ekan o'sha. Bu ham bid'at, bu ham ahmoqlik.